Bismillahirrahmanirrahim. Durusul lug'atil arabiyya li g'ayri natiqina biha bu kitobning 3-qismining 4-darsiga keldik. 4-darsdagi muhim grammatikalik nuqta ism fa'il. Undaqda ism fa'il degan nima? Mashqning 2-siga qaranglar. As-sariqu ismun yadullu ala man qama bis-sariqati. As-sariqu degan o'g'ri degan gap. As-sariqu shundaq bir ismki, o'g'irlik qilgan kishini ko'rsatadigan ism. Va huwa mushtaqun min saraqa yasriqu. U saraqa o'g'irlik qildi, yasriqu o'g'irlik qiladi degan so'zdan yasalgan va ism fa'il deb ataladi. Undaqda ism fa'il deganimiz ismun masug'un lima waqa'a minhu al-fi'lu. Fi'il uningdan yuz bergan narsa uchun yasalgan ism fa'il deb ataladi. Ya'ni fi'il shuningdan yuz bergan degan gap shu fi'ilni o'zi qilgan kishi degan gap. Va huwa ala vazni fa'ilin. U fa'ilun o'lchimida bo'ladi. Masalan, alimun, jahilun, zahibun. Alimun alim, bilguchi, o'rganguchi degandek. Jahilun bilmagan kishi. Zahibun ketguchi degandek. Istaxrij min ad-darsi asma al-fa'ilin al-waridati fihi. Darsda kelgan ism fa'illarni darsdan chiqaring. Vazkur ma'a kulli wahidin minha al-fi'l allazi ishtuqqa minhu ala an-nahwi at-tali. Darsdagi har bir ism fa'ilning qaysi fi'ildan chiqqanligini zikr qiling. Tuvankiga o'xshash debdi. Masalan, sariqun ism fa'il, al-fi'lu allazi ishtuqqa minhu. Ism fa'il uningdan yasalgan fi'il qaysi deganda saraqa yasriqu. Mushu tariqada tekstga kelgan ism fa'illarni tepib, anandikin qaysi fi'illardan yasalganligini mush tariqada tapaqsanglar bo'ladi. 3-mashiq tuvandagi fi'illardan ism fa'illarni yasang debdi. Qatala yaqtulu ism fa'il, qatilun jahila yajhalu bilmadi degan gap. Jahilun raka'a yarka'u ruku' qildi, raki'un alima ya'lamu alimun, sajada yasjudu sajidun, rakiba yarkabu rakibun yo'lovchi degan gap yoki musofir degan gap. 4-mashiq ayyin asma al-fa'ilina fi ma yali. Tuvandikilardagi ism fa'illarni ayring. Birinchi, man qatilu aliyin radhiyallohu anhu. Ali radhiyallohu anhu ni o'ltirgan kishi kim? Mushadagi qatilu degan mudof, ali mudofun ilay. Qatilun ism fa'il, qatala yaqtuludun kelib chiqqan. La tanharis sa'ila. Tilamchilik qilib kelgan, bir narsa so'rab kelgan kishiga qo'pollik qilma. Mushadagi sa'ala yas'aludun kelib chiqqan. As-sa'ilu degan ism fa'il. Aladayka shahidun ala ma taqulu. Sening mushu degan gapingga sening guvohching bormi? Shahidun degan shahida yashhadudun kelib chiqqan ism fa'il. Al-majusiyu abidun nar. Majusi degan o't quchuqunguchi. Abada ya'bududun kelib chiqqan. Abidu mushada ism fa'il. Zalika ar-rajulul jalisu amama al-mihrabi alimun kabirun min Afg'oniston. Mihrabning oldida o'ltirgan o kishi Afg'onistonlik buyuk olim, katta olim. Bu jumladagi ism fa'ildan al-jalisu alimun 2dan ism fa'il bor. 6. A la'ibu kurati qadamin anta. Siz futbol tepadigan odammi? Futbol o'ynaydigan odammi? La'ibun degan ism fa'il. Zannul aqili khayrun min yaqinil jahili. Aqilli kishining gumoni jahil kishining jazmitidan yaxshidir. Aqilun bilan jahilun mushu ism fa'il ikkisi. 8. Fa'altu zalika wa ana karihun lahu. Men ashu ishni men majburiy qildim. Majburiy holat qildim. Vav holatning vavi karihun mushada kariha yakrahudun kelib chiqqan ism fa'il. O'ch ko'rguchi deb tarjima qilamiz. 9. Fatihul Andalusi Tariq ibn Ziyad. Andalusni fatih qilguvchi Tariq ibn Ziyad. Bu yerdagi bu jumladagi Fatihu ism fa'il. Fatih qilguvchi degan gap. 10. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu din rivoyat qilinadiki bu jumlaning oldiga anning oldiga ruviyani taqdir qilamiz. Rivoyat qilindi. U shundaq deydi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundaq degan. Ya'ti alan nasi zamanun
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. Kishilarga shundoq bir zaman keludiki, ularning ichidagi diniga sabr qilg'uchi as-sobiru mushada ism fa'il. Kal qabidi alal jamri, cho'g'ini tutgan kishiga o'xshash, tutquchiga o'xshash qabid mushada ism fa'il. Ravahu Tirmizi degan bu hadisni Tirmizi rivoyat qildi degan gap. 11. Alloh taolo shundoq deydi: ular do'zaxdan chiqishni o'ylaydi, xohlaydi, ya'ni do'zaxdan chiqsa ularning va ma hum bi xorijina minha, ammo ular do'zaxdan chiqmaydi. Chiquvchilar emas. Mehadiki ma laysa manisda xorijina degan xorijuna ba harf jar kirgashga xorijina deb bu majrur holati bu yog'izgirab xorijun xorijuna ko'pligi shundoq bo'ldi ism fa'il. Va lahum azabun muqim, ularga davomliq muqim bo'lgan hamish turgan azob bor. Bu darsdagi yana bir grammatikalik nuqta ism maf'ul. Undaqda mashqning 5-si qaranglar. Ism maf'ul degan nima? O'sha tushundirmiz. Masruqun, o'g'irlangan narsa. Ismun yadullu ala ma waqa'at alayhi sariqatu. Masruqun degan bir ism. O'g'irlik shuning ustiga tushgan, shuning ustida yuz bergan narsani ko'rsatadigan ism. Va u suriqa o'g'irlandi degan so'zdan yasalgan. Va yusamma ism maf'ul. Ism maf'ul deb ataladi. Undaq ism maf'ul degan nima? Ism maf'ul deganimiz aniqsizlik qurilib ketgan fe'ildan ish-harakat shuning ustiga yuz bergan narsani ko'rsatish uchun yasaladigan ism. Va u sulasi mujarrad fe'ildan maf'ulun o'lchimida yasaladi. Sulasi mujarrad fe'il degan asli 3 harflik fe'il degan gap. Istaxrij minad darsi asma al-maf'ulin al-waridati fihi. Dars kelgan ism maf'ullarni darsdan chiqarib, har bir ism maf'ulninki qaysi fe'ildan chiqqanligini zikr qiling tuvandiga o'xshash. Masalan, ism maf'ul maktubun bu qaysi fe'ildan yasalgan? Kutiba yuktabu degan fe'ildan yasalgan deb mushuna darsdan tepib, qaysi fe'ildan yasalganligini bayon qilib baqsanglar bo'ladi. 6. Tuvandagi fe'illardan ism maf'ullarni yasang, fe'illarni biribdi, ism maf'ullarni o'zinglar hisob baqsanglar bo'ladi. Masalan, qutila maqtulun, ulima ma'lumun, su'ila mas'ulun, shuriba mashrubun, quri'a maqru'un, wujida mawjudun, kusira maksurun, ulida mawludun, kuriha makruhun, ukila ma'kulun, dufina madfunun, ghusila maghsulun, khuliqa makhluqun, fusila mafsulun. Bu fe'illarni bir qatim tarjima qilib o'tay. Qatala o'ltadi, qutila o'ltirildi, ulima bilindi, su'ila so'raldi, shuriba ichildi, quri'a o'qildi, wujida bayqaldi, kusira sundirildi, ulida tug'ildi, kuriha majburlandi, ukila yeyildi, dufina ko'mildi, g'usila yuyildi, xuliqa yoritildi, fusila ayrildi. Endi 4-darsning teksti qaranglar. Tekstni o'qib tarjima qilaylik. Nuridu an na'rifa natijatal ixtibari shahriyi ya ustazu. Ustaz, oylik imtihon natijasini bilishni xohlaymiz. Kam rasiban fi faslina ya ustazu. Bizning sinfimizda qanchamiz o'tanmabdimiz? Mushadagi rasibun degan ism fa'il. Kamning tamyizi mansub shun zabar o'qildi. Kullukum najihun valhamdulillahi. Alloh shukri hammanglar o'tdinglar. Najihun. Bumu ism fa'il. Nahnu masrurun. Biz nayt xushal. Masrurun ism maf'ul. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Boshqa sinflarda o'tamaganlar bormi? Bu jumla qaraydigan bo'lsanglar, ash-shahriy degan nisbat. Hal min rasibin fil fusulil ukhra degan jumladagi men oldidagi darslarda chiqqan ziyoda. Al-mudarrisu na'am. Shundaq. Walakinna rasibina qalilun. Lekin o'tamaganlar oz. Man katibu haza ala sabburati. Buni doskaga yozgan kim? Shedagi katibumu ism fa'il. Ma nadri. Bilmidik. Wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasla. Biz sinfga kirgan chaqda uni yiziqliq bayqadik. Maktuban ism maf'ul. Yutrakul faslu maftuhan fa yadkhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Sinf ochiq holatda tark etildi degan qo'yib qo'yamiz. Shuning bilan har tarafdan o'quvchilar kirdi sinfga. Maza na'malu? Qanday qilamiz? Qulpa sunuq.
Hal min zahibin ila suqil yawma. Bugün bazarga bardiganlar barmı? Hal min. Bu yerdeki min mu? Harf zaid. Zahibun ism fa'il. Ana zahibun inşaallahu. İnşallah men barman. O'qitquchi debdi. Yaxshi qulp setib olishingizni umid qilaman. İnşaallah. Darsga kelgan oyatni o'qing. Arif. Arif. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sığınıp Allah bilen qo'g'landi shaytonning yomonligidan panohlik tilayman. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. O'g'ri o'g'ri ayolning qo'llarini kesinglar. Jazaan bima kasaba. Qilgan ishi sababidan jazolab ularning qo'llarini kesinglar. Maşallah. Sen haqiqatan yaxshi qari ekansan, yaxshi o'qiydi ekansan. Lam asma'aka taqra'ul Qur'ana min qablu. İlgari sening Qur'on o'qig'iningni anglamabdi ekanman. Hafizun anta? Sen hafizmi? Ya'ni Qur'on butunlay yodlab o'quvchimi degan gap. O'sha yerga hafizmi ism fa'il. Na'am. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansuru. Mansur, men sening qilayotgan ishingdan g'aflatda emas. G'afilun degan o'sha ism fa'il g'aflat qilg'uvchi degan gap. Arju an tasmahali bil khuruji. Sirtqa chiqishimga men ruxsat qilishingizni umid qilaman. Fa inni uridu an azhaba ila an-nasikh. Chunki men nasikhni qishib bormoqchi. Nasikh mu ism fa'il, ya'ni ma'nisi kitob bosquchi, matbuotchi yoki materiallarni ko'paytguchi. La asmahu laka bi zalik. Sana buningga yo'l qo'ymayman. Ala ta'rifu anna al-khuruja fi asna'i ad-darsi mamnu'un. Dars aralig'ida chiqishning cheklanganligini bilmamsa, bu jumlada anna degandan tortib mamnu'unchilik yasalmamasdir. Ta'rifu degan fi'lning maf'ulun bihisi. Ana asifun ya ustazu. Ustaz meni kechiring. Asifun degan afsuslanguvchi degan gap. Ism fa'il. Atazkurul hadisal warida fi ad-darsi as-sabiqi. İlgirki darsda kelgan hadisni deyalamsiz. Shundaq. Bu yerdagi sabiqun ism fa'il bo'ladi. An Sahl ibn Sa'd an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala. Sahl ibn Sa'd'in payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq degan: "Ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza." Men va yetimga kepil bo'lg'uchi jannatda mundaq bo'lamiz. Va ashara bis sabbabati wal wusta. Va ko'rsatkish barmoqi bilan o'ttir barmoqini ishorat qilib, bu ikkisining o'ttirini azroq ochdi. Muttafaqun alay. Birlik qilingan hadis. Muttafaqun alay hadis degan Imom Buxoriy rahimahulloh bilan Imom Muslim rahimahulloh ikkilisi rivoyat qilgan sahih hadislarni ko'rsatdi. Ahsanta ya Mansuru. Yaxshi Mansur. Arju an takuna sami'an lid-darsi wa fahiman lahu. Darsni anglagan va tushungan bo'lishingizni umid qilaman. O'shatki sami'un, fahimun deganlarning hammasi ism fa'il bo'ladi. Hamda mashqning 7-si. Tuvandikilarda ism fa'illar bilan ism maf'ullarni ayirang. Birinchisining ostiga bir siziq, ikkinchisining ostiga ikki siziq sizing. Ya'ni ism fa'ilning ostiga bir siziq, ism maf'ulning ostiga ikki siziq sizing. Tarjima qilib beray. Birinchi. Mudir ikki o'quvchi mundaq dedi. Sizlar ikkinglardan qaysinglar urdinglar, qaysinglar urildinglar. Ikkinchi, qotil qochib ketdi va o'ldirilguchi doktorxonaga yo'tkaldi. Biz o'g'rini tutib oldik, lekin uning yenidan o'g'irlangan molni topolmadik. To'rtinchi, payg'ambar alayhissalomning masjidining azini Madina Munavvarning ba'zi yezilarida anglandi. Men baqqalga shundaq dedim. Sizda bo'g'izlangan to'qi bormi? 6. Hazrat Talibu bu talib bu o'quvchi haydib etildi desak bo'ldi. 7. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil xoliqi. Xoliqqa gunohkor osi bo'lishda maxluqqa bandalarga itoat qilish yo'q. Haza baydun masluqun. Bu sudi pishirilgan tuxum. 9. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening do'lamni tutdi va mundaq dedi: Sen dunyoda g'ayribdek yoki yo'ldan o'tayotgan obir sabildek, musafirdek mushtaq bo'lg'in. 10. Alloh taolo shundaq deydi: Haqiqatan Alloh taolodan va urug'chin yarg'uchidir. Bugungi dars mushagichi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.